Assalomu alaykum akalar, xonimlar, charchamayapsizlarmi? Xo'p, bugungi mashinamiz Damas avtomobili. Xo'p, bunga pechkamizda xo'p, sovuq haydayotgan ekan. Ochib qator ko'rishimizni so'rashdi mana. Pechkamizni olib oldik. Ichidan qo'ng zang tushyapti. Xo'p, bu pechkamizni chachib, yangi radiator olib kelganmiz. O'sha radiatorimizni terib beramiz. Xudo xolasa, yaxshi ishlaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilib, telefon nomerlarini chiqarib beramiz, aloqalashib kelaverasizlar. Mana akalar, pechkamiz ham tayyor bo'ldi. Tarkidalarni ham yig'ib berib oldik, chiroyli qilib. Hop, ishlashlari ham xudo xolasa. O'zi ham ishlagandir mana. Tiniq ishlayapti. O'chirdim. Yo'qmi? Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa akalar, ekranga telefon nomerlaringizni yozib qo'yamiz. Xudo xolasa telefonlashib kelaverasizlar. O'qishda kunida soat yurmasdan 250 ming, 300 mingga bitadigan ish akalar. Mana eskisini chiqarib oldik. Eskisi zanglab, ichlar to'lib ketgan ekan. Buni tozalab qo'ygandan o'sha 95 mingga berar ekan. Shuni tayyor bosib oldik. Xudo xolasa yangi, xudo xolasa tiniq ishlaydi. Qishda maza qilib siqmay yurishadi. Qishda to'qat yurmasdan akalar telefonlashib kelaverasizlar, chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz.